negativchilarga ziyofat berayotganlar deb hamma negativ tuyulib tashlamasinki. Ziyofat o'zim qilsamdan beraman. Tushunaymi? O'zi nechi pul bersang ham o'zim to'layman. Men bundan ko'p qiynamanglar, senyoritalar. Yo'q. To'lashga tayyormisiz uchun vami Yo'q, men taklif berdim. O'zi qonun qoida bu. Bir kishini mana deyapsizga bu insa. Bir kishi uchrashuvga taklif qilasiz, siz taklif qildingiz, ziyofatni siz pulini to'laysiz. Samon taklif qilaman deb sen to'laysan-ku. Sen xudbin-ku, sen gapirma, hamma gapirsa ham. Kimdir ziyofatga, kimdir chaqiruvga taklif qilsa, kimdir joyini belgilasa, masalan, dastaraga borib o'tiramiz yoki ay shaharlarga borib o'tiramiz deydi-ku. O'sha paytga kim qayerni tanlasa, kim chaqirsa, o'sha to'laydi. Eslaringizga tursin. Bu sizlarga inson qarangda endi. O'zi dilla bunay. Yana bunay bo'lib ketadi. Hech narsa ham bo'lmaydi. Chunki hammasi dietetik ovqatlar. Sizni semirtiradigan uglevod, unaqa kraxmal narsalar yo'q bu yerga. Hammasi oqsil va kletchatka. Semirmaysiz hali. Xo'sh, bu esa dastaraning shef povurimi? Yo'q, ofitsiant. Ofitsiantkasi. Shef ofitsiant. Dajonam. Xo'sh, ovqatlarimizni olib keling, aka. Tirjaymasdan.